Hasanboy degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz, salomatlik yaxshimi domla? Alhamdulillah. O'g'limdan oldin bir voqeani gapirib bersam, shunda savolimni tushuntirib bera olaman degan umiddaman. Ruxsat bersangiz. Bundan 4 yil oldin, ya'ni do'stim bor o'zimda. Maktab davrida ham, kollej davrida ham birga o'qigan do'stim bor. Bundan 4 yil oldin endi insu jins deyishyapti. Shu masala bo'yicha rosa qiziqib sizni qidirib oxiri shu Telegram kanalidan topsa bo'ladi degancha qiziqib shu savol bermoqchimanki, bu do'stimda tibbiyot masalasi bo'yicha ham ko'rib chiqildi. O'qitishga borib, domlalarga borib, shu masala bo'yicha yechim topish uchun sizni fikringizni bilmoqchi edim. Doktorlar to'g'rirog'i psixologik doktorda ham yotib ko'rdi. O'qitinglar, jin to'g'risida degan gaplar ko'p tarqadi. Shunga sizni fikringizni bilmoqchiman. Bunga 4 yil bo'ldi bu voqeaga. Ya'ni holati shundayki, suhbat qurmoqchi bo'lsangiz, siz immindan o'sha insonga gapirsangiz, gapingizga qarab faqat ha degan javobni beradi. Yoningizdan o'tib ketsa ham hech kimga e'tibor bermaydi. Yolg'iz qolib ketsa ko'p kuladi. Shunaqa taassurotlar bo'lyapti. Odam kelib gaplashib o'tirsa, o'zini olib qochishga harakat qiladi. Xo'p, bu haqida ko'p gapirdik, yana gapiryapmiz, bundan keyin ham gapirsak kerak. Jin toifasi to'g'risida, jin insonga kirib oldi, jinni o'qib chiqarish kerak degan masalani to'xtatish kerak. Bu masala oqibati yaxshilikka olib bormaydi. Jin masalalariga aralashavergan odam jin jarligiga tushib ketadi. Jin mavzusi Qur'oni Karimda, hadis shariflarida Sulaymon alayhissalatu vassalom davriga borib taqaladi. Sulaymon alayhissalatu vassalomga Alloh subhanahu va taolo mulk berdi, mulk. Va hikmat berdi. Hikmat payg'ambarlik. Ham podshoh edilar, ham payg'ambar edilar. Alloh subhanahu va taolo o'sha kishiga payg'ambarlikni bergan paytida jin toifalari insonlarga hujum qildi. Hujum shu darajada kuchayib ketdiki, insonlar jinga chalinib, jinning asoratiga tushib qolib, insonlarga hujum qilishni boshladi. Sulaymon alayhissalom bu masalalarga muolaja qilish, oldini olish uchun gapirganlarida o'sha davrda Musa alayhissalomning dinidaman degan yahudiy ulamolari Sulaymon alayhissalomga qarshi chiqqan. Keyin Sulaymon alayhissalatu vassalom bu masalalarda mavzu juda ham og'irlashib, insonlarga shunaqangi bemorlik va tajovuz voqealari bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolodan so'raganlar duo qilib, Alloh subhanahu va taolo u kishiga jinlarning eng kattasi bo'lgan shaytonni bo'ysundirib bergan. Olib kelib bog'lab qo'yganlar. Va barcha jinlarga hukmronlik qilganlar. Hatto Qudusni qayta binosini jinlarga qurdirganlari to'g'risida gap bor. Sulaymon alayhissalomning taxti bor Qudusda. Keyinchalik payg'ambar alayhissalatu vassalomning o'zlariga ham bu hodisa to'g'risida ba'zi voqealar oriz bo'lganda, birodarim Sulaymon alayhissalomning duolarini bilganim uchun men bu ishni qilmadim deganlar. Sulaymon alayhissalom Allohim menga shunday mulk berginki, mendan keyin hech kimga bu mulkni berma deganlar. O'shalardan bittasi shu. Jinlarga ham hukmronlik qilganlar. Vafot etganlarida xastalarga suyanib vafot etganlar. Jinlar uzoqdan turib, Sulaymon turibdi deb eng og'ir ishda, eng mashaqqatli ishda mehnat qilishgan, vafot etganlarni bilishmagan. Agar jinlar g'aybni bilganda edi, Sulaymon alayhissalomning dunyodan o'tganligini bilgan bo'lardi. Og'ir xor qiluvchi mehnat qilmasdi, ketgan bo'lardi deydi.
Keyinchalik o'sha hassalarini quritib, hassa sinib ketadi, yiqiladilar, keyin vafot etganlarni bilishadi. Shuning uchun Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi degan maqol hamma millatda bor. Shu dindan aloqador, dinni bilgan odamlarda. Sulaymon alayhisalom vafot etdi, jinlar qutuldi. O'sha davrda. Endi o'sha hodisa payg'ambar alayhissalatu vassalomga Qur'on nozil bo'lgandan keyin jinlarning faoliyat chegarasi chegaralangan. Jin surasida alohida oyatlar bor. Jin toifalari doim osmonga chiqib, osmondagi falakdagi har tongda yoki har bir mavsumda farishtalarning o'zaro suhbatlarini eshitib, o'sha suhbatlarni kelib bu yoqdagi folbinlarga aytishardi. Ming xil narsa qo'shib. O'sha xabarlarni olish imkoniyati, qobiliyati to'silib qoldi ularni. To'silganda jinlar yig'ilib aytishgan bir-birlariga. Bizni qobiliyatimizni to'sishga nima sabab bo'lyapti? Osmonga ko'tarilsak, bizni chaqmoq kelib uryapti. Yerda nimadir hodisa bo'lgan deb jinlar butun dunyoga tarqalgan. Tarqalib ketib turgan paytlarida shu Arabiston yarim oroli, Makka-i Mukarrama, payg'ambar alayhissalatu vassalomda Qur'on tilovatlarini eshitishadi. Va o'sha Qur'on tilovatini eshitishganda bir-birlariga qarab aytishadiki, bizni osmon xabarlaridan to'sgan narsa mana shu deydi. Qur'on deydi. Va bir qanchalari kelib, iymon keltirishadi Muhammad alayhissalatu vassalomga. Va bu hodisa mana shu holatda bo'ldi. Bizning ummat, ya'ni Muhammad alayhissalatu vassalomning ummati jinlarga musallat bo'lmaydi. Qur'onda alohida oyat bor. Jinga, shaytonga aytilgan. Meni solih bandalarimga seni saltanating yo'q degan Alloh taolo. Bemorlikni muolajasi tibbiy yo'l bilan bo'lish kerak. Va ruhiy yo'l har doim bemorga ham, sog'lom odamga ham har doim virt lozim. Virt lozim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim desa, shayton qochadi musulmon odamda. Azon aytsa, sahih rivoyat bor. Azonning ovoziga orqasidan yel chiqarib, ovozli yel chiqarib shayton qochadi. Rivoyatlar turibdi. Bir odamning bemorligida tibbiy, ya'ni mutaxassislar ojiz qolsa, darrov jinga murojaat qilaverish to'g'ri emas. Bu e'tiqod susligiga olib boradi. Tibbiy muolajani bir jihati ojiz bo'lsa, ikkinchi jihati bor. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Har qanday kasallikni davosi bor deganlar. O'limdan boshqa, qarilikdan boshqa. Alloh taolo kasallikni o'zi nozil qildi va shifosini ham o'zi nozil qildi. Davolaninglar deganlar payg'ambar alayhissalom. Davolanish kerak. Bir tabib bo'lmasa boshqa tabibga yurish kerak. U bo'lmasa boshqa joyga borish kerak. O'qish kerak, o'rganish kerak, ustida ishlash kerak. Tibbiyot hamma kasallikka chora topib bo'ldi. Yolg'on. Yolg'on bu propaganda. Koronavirus bo'lganda ko'rdik hammani. Mana men degan davlatlar qaynab ketdi. Nima qilishi bilolgani yo'q. Lekin izlanish kerak. Davosi topildimi? Topildi. Topiladi. Qidirish kerak, izlash kerak. Koronaviruskaki davoni topishyapti. O'rniga anaqa urishyapti. Antivirusini ya'ni. Demak, men doim shunga qarshi bo'lganman. Bu bilan birga jin tegishiga, ya'ni yo'q narsa demayman. Jin bor, jin toifasi bor. Jin tegishi mumkin, to'g'ri. Lekin buni davosi butun boshli umrni shunga sarflab olish bilan bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan sunnat bor. Har kuni yotishdan oldin 3 ta qulni o'qib, Qur'oni Karimdagi oxiridagi 3 ta surani o'qib, qo'llariga dam solardilar, badallari yetgan joyga surtardilar. O'zlariga dam solardilar. Dam solib yurish kerak, tamom. Bemorlik bo'lsa davolanishlikka buyurardilar. Bemor odamlarni davolardilar. O'zlari dam solib,
hech bitta sahobadan ko'rilgani yo'q. Jin kirib qopti deb unga qarshi dam solib, ruqiyya o'qitib kasb qilgan hech bitta sahobani ko'rilgani yo'q. Tobiinlarni bilmaydi hech kim. Unaqa narsa yo'q. Bu jinkashlar odamlarni bemorligidan, muhtojligidan, qiynalganligidan foydalanib shu ishni qilishyapti. Sanda jin bor deyishadi, laqqa ishonadi u bechora. Keyin pulini sug'urib olishadi. Oldindan pul aytishadi. Bo'lmaydi bu. Bu ham bitta anaqa virus. Hashava virusga uchragan odamlarga ginekologiya kasalligi yuqqan. Yo'q, bunga ko'p anaqa qilmaslik kerak. Jinlar qo'rqadi bizdan. Anaqa kirib oladi insonning ichiga. Insonning ichiga kiradi, kirmaydi, ixtilof masalada, lekin mutayaqqin dalil yo'q. Mutayaqqin, ya'ni iymon keltiradigan dalil yo'q insonning ichiga jin kirib olishligi to'g'risida. Qur'oni Karim kirish haqida gapirmaydi. Mas, tegish haqida gapiradi. Yatahabbatuhu shaytonu minal mas deydi. Minad dukhul demaydi. Shayton tekkan, jin tekkan. Odamdek deydi. Jin tegishi bor tomon. Lekin hammaga jin tegib bunaqa holat emas u. Davolanish kerak. Qaysidir vitamini kamdir, qo'rquv bordir, psixologik travmasi bordir. Qattiq qo'rqish oqibatida ham insonning ruhiy o'zgarishligi paydo bo'ladi. Ko'p holat bo'lishi mumkin. Yana qaytib aytaman, jinkashlarga ya'ni borib dam soldirib shuni jin kirdi menga chiqarib oling deyishlik folbinga borishlik bilan deyarli bir xil. Bir xil deyarli. Tibbiy soha rivojlanmagan mamlakatlarda jinkash ko'payadi. Tibbiy soha rivojlanmagan mamlakatda jinkashlar ko'payadi. Iqtisodiy soha rivojlanmagan mamlakatda piramida ko'payadi. Odamlarning pulini o'zlashtirib oladigan shunaqangi yolg'on maxiniyatorlar paydo bo'ladi. Ahli sunna rivojlanmagan joyda Abraham Mosheylar ko'payadi. Ahli sunna bor joyda ular erib ketadi. Tibbiyot yaxshi rivojlangan joyda jinkashlarning ishi yurmaydi. Tibbiyot yaxshi rivojlansa yurmaydi. Iqtisod yaxshi joyga bo'lsa piramida yurmay qoladi. Bular hammasini o'rni borda, do'stlar, birodarlar. Doim aytayapmiz, yana savol bo'lyapti, do'stlar, birodarlar. Yana aytayapmiz, yana savol bo'lyapti, biz yana aytaveramiz. Jinkashlar yolg'onchi odamlar. Va har doim aytayapmiz, dam solishlik bor, jin tegishligi bor, lekin bu asos emas. Tibbiyotga murojaat qilsin. Xo'p. Domla hozir dadalar bilan ko'p suhbatda bo'laman tomda. Hozir qaysidir joyga borib kelishgan, hozir ko'pchilikka sir bo'lib turibdi. Endi o'zlaricha ish qilishyapti. Har borganda qo'y olib borishar ekan, uyiga qon chiqarish kerak ekan deydi. Shu masalalar bo'yicha qarshi bo'lmasangiz hozir shu gaplashgan suhbatimizni yozib, shu gaplarni dadalarga yetkazib, masalan, qo'y so'yish, boshqa narsa qilish, shu narsalarni silish kim ko'p unaqa narsa bo'lyapti. Misol uchun haftasiga bitta ikkita qo'y ham so'yaveryapti. Kim nimasi shuni qilib yotibdi-da. Ha, shuni yetkazing. Ular aldashyapti, aldab qo'ylarini olishadi. Hech qanaqangi foydasi yo'q. O'sha folbinga borgan bilan bir xil. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan hadis bor. Musulmon odam e'tiqodi muhim, e'tiqodini asrash kerak. Kim kohinga, arrofga, folbinga borsa va uning gapini tasdiqlasa, Muhammadga nozil bo'lgan narsaga kofir bo'pti deganlar. E'tiqodiga zarar keltiradi bu. Nonko'rlik bu, e'tiqodga qarshi noto'g'ri ish bu. U farazan tuzalgan taqdirda ham mana shu harom yo'l bilan yurganligi uchun javobgar bo'ladi qiyomat kunida. Zotan o'zi tuzalishi kerak bo'lgan joy sifatida tuzalgan bo'ladi. Bu unga istidroj bo'lib qoladi. Istidroj degani shu folbindan ko'rib yuraveradi odamlar. E'tiqodiga zarar qiladi. Hozir tabib haqida ham ko'p gapirishyapti. Men oldin ham aytgan edim. Do'ppi kiyib olgan bitta sharlatan chiqqan. Xotinlarni quchoqlab, u yoq bu yog'ini ushlab ko'rsatib, mana bo'ldimi? Ana tuzaldi qilib yuribdi. Odamlarda tibbiy madaniyat rivojlanmagani uchun shunga borib navbat turishibdi.
yaxshi bo'lib qoldim deb. Istidraj bu hammasi. Farazan yaxshi bo'lib qolgan taqdirda ham Alloh taolo uni yanada o'sha baloga mubtalo qilyapti. E'tiqodini, ya'ni sotgani uchun uni oqibatda jazoga uchrayapti. Sotilgan e'tiqod bu. Ya'ni ozgina dunyo matosi uchun e'tiqodini sotib olyapti. Shuning uchun unaqa narsalarga ya'ni bormaslik kerak. Musulmon odam e'tiqodini mustahkam qilsin. E'tiqodi mustahkam odamdan jin emas, shayton qochadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bilan bir ko'chadan ketayotgandilar. Bolalar qochib ketdi. Ana Umar kelyapti, ana Umar kelyapti deb. Shunda Hazrat Umar: "Ey badbaxtlar, nima deyapsanlar? Muhammad alayhissalom turganda meni gapirasanlarmi? Mendan qochasanlarmi?" dedi. Deganda payg'ambar alayhissalom: "Ey Umar," dedilar. "Sen yurgan ko'chadan shayton qochib ketadi," dedilar. Nimaga? Umarning e'tiqodiga. E'tiqodingiz butun bo'lsa, shayton sizdan qochadi. Olim uxlab yotgan xonadonga shayton kirmaydi. Shunaqa rivoyatlar bor. Bir obid ibodat qilyapti ekan, shayton kelib, haligi obidni vasvas qilaman, namozidan to'saman, vasvas qilaman desa, olim uxlab yotgan ekan. Kirmabdi. Yondagi shayton undan so'rabdiki, "Nima kirmayapsan?" desa, u olim uxlab yotibdi, ha, uyg'onib qolsa mazamizni qochirib qo'yadi. Shuning uchun kirmadim dermish. Olim e'tiqodi butun odamdan shayton qochadi. Jinlar bilan ko'p aralashib yurgan odamning e'tiqodida bo'shliq bor. E'tiqodi sus odam uni. Jin kirdi degan masalalarni hammasini ko'ring, ehtimoliy hadislar. Masalaning mohiyatiga yetib bora olmagan, faqat o'zi jinkash bo'lganligi uchun shu haqidagi hadislarni o'ziga burib olgan. Ahmadiylar Mahdi haqidagi hadisni ana u hojatini ustida o'lib qolgan g'ulomga burib olganga o'xshagan. Bular ham shu hadisni o'ziga burib olgan. Hizbiylar hadislarni hizbiy partiyasiga burib olganga o'xshagan. Abraham Moshe o'zining haromiligiga hadislarni burib olganga o'xshagan. Jinkashlar ham shunga burib olgan. Bular birodarlar, dindan foydalanayotgan dinfurushlar. Odamlarni ya'ni ehtiyojidan foydalanayotgan odamlar. Birortasini dalilda kuchi yo'q. Birortasining dalil masalasida aqli yetmaydi. Lekin o'ziga kerak bo'lganligi uchun hadisni burib olyapti. Jin kirishi haqidagi Ibn Mujada kelgan hadisni ma'nosiga qarasangiz, odam ham odamga kirib olish haqida ma'nodagi gaplar bor. Qalbiga qo'l solib ko'rguncha deydi. Qalbiga qo'l solib ko'r. Qalbiga qanaqa qo'l soladi? Qo'lni qanaqa soladi qalbiga? Uni aqlini o'g'irlabdi deydi. Yo'ldan ozdirdi deydi. O'zi yo'ldan ozgan bo'ladi. Qanaqa yo'ldan ozdiradi boshqa odam? Bir odamni ichiga kirib ketdi deydi. Bu falonchi deydi, juda ham gapga ustada, gaplashganda shu ichingga kirib ketadi deydi. Shu rostdan ham kirib ketadimi ichingga shu? Yo'q, kirmaydi u. Bu narsalar barchasi ehtimoliy bo'lgan gaplar. Buni o'sha ikkita jinkash mana shu kirishlikka dalil deb aylantirib yurishligiga ishonmang. U qo'yingiz siz olib keladigan qo'yga ish qavoz u. Siz olib borayotgan pulga ish qavoz u. Pulingizni oladi, siz tuzalasizmi, yo'qmi? Tuzalmasangiz ixlosing yo'q deb qo'yaveradi, bo'ldi. Qutuladi shu bilan. Aldangan siz bo'lasiz, bechora meni birodarim, siz bo'lasiz aldangan. Bu havorijlarga ham aldanib, havorijlar ham yoshlarning ichiga kirib olib ketdi. Jin haqida Alloh taolo Qur'onda minal jinnati wan nas degan. Jinlar ham bor, insondan bo'lgan jinlar ham bor. Ular ham vasvas qiladi. Yuvasvisu fi sudurin nas. Odamlarning qalblariga vasvas qilishadi. Minal jinnati wan nas. Ular jinlardan, insonlardan. Inson ham kiradimi odam ichiga demak? Yo'q, o'sha vasvas qiladi.
Vasvas qiladi. Havorijlar vasvas qilmadimi? Mana bu hezalak Abraham Moshe vasvas qilmadimi atrofidagilarni? Yuzini bijir-bijir qilib olib. Din diyonat. 5 ta odamni yoqib olgan bolani yoqib olgan. 5 ta odamni o'limiga sabab bo'lgan bolani duo qilganni qo'yib qo'yib, o'shani anaqa ko'taryapti. Qotilni tarafini olyapti. Mana shular ham odamlarning ichiga kiradi shunaqa qilib. Tagiga og'ir muzikani qo'yib qo'yadi, odamlarni aldashadi. Aldanmanglar, o birodarlar. Bu aytayotgan gapimiz bebaho gaplar. Pul so'ramayapmiz biz, so'ramaymiz ham. Biz aytgan gaplar ilmga, Qur'onga, sunnatga, mushtahid ulamolarning usuliga suyangan gaplar. Amal qilsangiz dunyo saodati, oxirat saodati kafolatlangan. Ulamolarning gapi bu. Amal qilmasangiz, e'tiborga olmasangiz ko'p pul to'laysiz hali. Bizni tekinga aytayotgan maslahatimizni olmagan odam mashenniklarning pulga sotayotgan yolg'oniga aldanib hali ko'p pul to'lashadi. Ko'p badal o'tashadi. Pulni o'zi bilan qutulsa ham mayli, o'sha bemor hali ko'rasiz. Bitta dardni ustiga 10 ta dardni ilashtirib oladi. Nimaga? Ilmsiz bu narsalarga murojaat qilganligi uchun. Birodarlar, shu joyda suhbatni yakunlaymiz. Joyimizni hali uyimizdagi ofisni shakllantirganimiz yo'q. Bizni orqamizdagi kitob javonlarimizni qotirib bergani nomingizni aytaveraymi admin? Kirmabdi bu yerda. Mayli, bu safar ayadim. Assalomu alaykum. Bu yerda ayadim. Endi to'g'rilab olsak orqadagilarni inshaalloh joyimiz yaxshi bo'ladi. Birodarlar, tugatamiz. Bobur Ahmedov. Bitta savolim bor, qisqacha. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Ruxsat bersangiz zapis qilib olaman. Buyurun. Qarang, biz 5 ta nimamiz, aka-ukamiz, singillar bor. Ishtiryaptimi? Aha. Meni opam bor, mendan kattasi. Keyin biz bitta ayoldanmiz. Keyin bitta opam bor, bitta akam bor. U boshqa ayoldan. Keyin bitta ukamiz bor, u ham boshqa ayoldan. Tushuntirib oldim, to'g'rimi? Xo'p. Bizda mana meni opam bilan menda nikoh bo'lgan. Ya'ni ayam bilan dadamda nikoh bo'lgan. Ularda qolgan 3 tasida shar'iy nikoh bo'lmagan. Bu bizga aka-uka, opa-singil hisoblanadimi? Ya'ni qabul qilsak to'g'rimi yoki bu noto'g'rimi? Shuni so'ramoqchi edim. Xo'p, payg'ambar alayhissalatu vassalomdan al-valadu lil firosh degan hadis bor. Bola to'shakka nisbat beriladi, ya'ni nikohga nisbat beriladi. Nikohsiz tug'ilgan bolani agar ota tan olsa, ona ham tan olsa, o'sha shu meni bolam yoki falonchini bolasi desa, unda nasab sobit bo'ladi. Tan olmasa, qoziga borsa, nikoh yo'q, guvohlar yo'q, unda bo'lmasi mumkin. Lekin ota tan olsa, falonchi meni bolam desa, u ham bolalikka o'tadi. Sizning akangiz, ukangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Shundan rahmat katta. Yana bitta savolim. Temur ismini qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat katta. Shu Temur ismini qo'ysa bo'ladimi deb bir gap tarqatishdi. Bir domlamiz qayerdadir aytibdilar, bo'lmaydi, chunki Qur'onda Taymur kelgan debdilar. Unaqa Taymur yo'q. Faida hiya tamur bor. Faida hiya tamur. U Tamur bilan Temurning o'rtasida ancha farq bor. Tamur u marra yamurrudan u. Yurish, ya'ni siz tog'larni sobit holda deb o'ylaysiz, vaholanki ular yuradi degan oyatdagi gap. Temur bu hadid arabchasiga. Amir Temurni asli ismi o'sha hadiddan, temirdan olingan. Temur ma'nosida. Mustahkam po'lat ma'nosida. Bunga o'xshagan ismlarni majozan qo'yilaveradi, muammo yo'q. Ismlarni qo'yishlikda muammo yo'q. Salomat bo'linglar barcha birodarlarimizga.
bu suhbatda qatnashgan, savol bergan, bermagan, eshitgan, kuzatgan barcha birodarlarimizga tashakkur. Alloh subhanahu va taolo bu kechamizni ilm kechasi sifatida dunyoda ham oxiratda ham foydamizga hujjat qilsin. Aytilgan masalalarda to'g'ri gaplarni Allohning tavfiqi, hidoyati bilan deb qabul qilasizlar. Xato nuqsonlarimiz uchun Alloh subhanahu va taologa istig'for aytamiz. O'zi haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin, o'zi rozi bo'ladigan ishlarga muyassar musharraf qilsin. Dunyoda ahli sunna val jamoaning safida bo'lishligimizni, dunyodan iymon bilan o'tib, qiyomat kuni solihlar bilan, jannatda siddiqlar, shahidlar, nabiylar bilan birga bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Subhanakallahumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.